Shu yerda ekanlar. Boravering. Haftani faqat bir kunini ibodat bilan o'tkazadilar. Ibodatlarini bo'lishimiz to'g'ri emas. Shunday ekan, hozir boshqa ishlarimizni qilib turaylik. Aynan hozir, yolg'iz o'tirganlarida ular bilan gaplash osonroq bo'ladi. Menga qaranglar. Yana nimani kutyapsiz? Boshqa fursat bo'lmasligi mumkin. Boring. Borsangizchi. Assalomu alaykum ota. Assalomu alaykum ota. Va alaykum assalom. Ibodatingizni ko'rib turibmiz. Bizni ham duo qilasizmi ota? Sizni men har doim duo qilaman. Keling, nimani izlayapsiz? Bu yerda sizga tegishli boshqa narsa yo'qligini yaxshi bilasiz. Ota, Yusufni qirga olib ketaylik deb sizdan ruxsat olishga keldik. Turib, nega birdan uni istab qoldingiz? Hech ajablanadigan joyi yo'q buni ota. Yusufni o'zimiz bilan biroz aylantirib, cho'ponlik sirlarini unga o'rgatishni istaymiz. Shu xolos, boshqa hech narsa yo'q. Hozir Yusufning bolalik va o'ynoqroq davri. Katta bo'lsa, u ham sizdek qirlarga chiqadi. Gapir. Bo'l. So'z beramiz sizga, unga ko'z quloq bo'lamiz. Ha, ota, so'z beramiz. Hali juda erta. Keting endi. Bu ishni boshlanishidan-oq sizda qobiliyat yo'qligini bilgan edim. Shuncha qobiliyating bo'la turib, nega o'zing bormading unda? Sizlar payg'ambarning o'g'illarisiz, shuni unutmang. Yusufni o'ldirishdan boshqa yo'limiz yo'q degandim sizga. Loviyni bergan maslahati hech ishga yaramasligi boshidanoq ma'lum edi. Otam hech qachon Yusufni o'zidan uzoqlashtirmaydi. Yusufni ularni ko'z o'ngida o'ldira olmaysan har holda. Yo nohaqmanmi? Xo'p, uni otamizdan ayirdik ham deylik. Oqibati nima bo'lishini o'ylashimiz kerak. Xayolimga zo'r fikr keldi. Qirga Yusufni olib ketishga otamizni ko'ndira oladigan yagona kishi bu Yusufni o'zidir. Uni fikrini o'zgartiramiz. Unga qirda kesib yurish gashti naqadar zo'r ekanini tushuntirganimizdan keyin o'zi biz bilan borishni xohlab, oyog'ini tirab turib olsa masala hal. Yaxshi fikr. Nima ham derdik? Menga qara Yusuf, sen uyda qolib, bu yerda Benyamin bilan o'ynab o'tirasanmi? Ha. Men Benyamin bilan birga o'ynashni juda ham yoqtiraman. Men ham sizlar bilan bu yerda birga o'ynashni istardim, lekin qirga chiqib o'ynashni gashti boshqacha-da. Nega suruvni haydamayapsiz? Inilarimizni kutyapmiz shuning uchun. O'tloqqa borish niyatingiz yo'qmi deyman? Birozdan keyin ketamiz. Yusufni o'zimizga hamroh qilish uchun sizdan ruxsat so'rab keldik.
Nega Yusufni biz bilan qirga yubormaysiz? U bizga yordamchi bo'lardi hamda biroz aylanib kelardi. Qir juda ham chiroyli joy. Bir-biridan go'zal gullarga burkangan go'zal adirlarda sutli gulob ichganmisan hech? Yo'q. Nima u? Juda ham shirin, maza qilasan, ishonaver. Sharsharalarning favvoradek oqishini aytmaysanmi? Haqiqat shuki, Yusufning onasi yo'q. Onasining istagiga ko'ra unga qarash meni bo'ynimda. Shuningdek, kichik bolalariga ko'z quloq bo'lish ota-onaning vazifasidir. Odamlar bizga ayb qilishmoqda. Otangiz sizga ishonmaydimi deb, Yusufni siz bilan birga yubormaydi deyishmoqda bizga. Bu ochiq istehzolardan qutulishlari uchun hech bo'lmasa bugunchalik izn bering. U hali bola, bunday qila olmayman. Qirga borib ishlashini va u yerda biroz aylanishini nega so'rayotganingizni bilaman, ammo podachilik qilishga unga juda erta. Ammo biz qirga borganimizda Yusufdan ham kichik edik. Yolg'iz bormagansiz-ku. Vaqt kelganda uni ham qirga olib chiqaman. U ham sizdek ishlaydi. Lekin ungacha uni hech qayerga yolg'iz yubormayman. Axir biz ham unga ish o'rgata olamiz. Og'aynilar sifatida uni ko'ngliga qarab nasihat qilamiz. Men ham Yusufning o'rganishini, o'z yo'li va ishini topib olishini istayman, lekin u hali bir go'dak. Meni mehrimga va bir dastakka muhtoj. Men bu yerda ekanman, u sizlardan qaytarib olib kelib qo'yishingizni so'raydi. Unga shunday yaxshi qaraymizki, sizni hatto xayoliga ham keltirmaydi ota. Nordon suv ichishni va bir yerda o'ynashni zavqini aytgan bilan tugamaydi. Og'aynilar bo'lib hammamiz birgalikda o'yin o'ynab, kurashib aylanamiz. Ha. Xomst bilan qovurilgan go'sht yeyishni aytmaysanmi? Yoki bizga ishonmaysizmi, ota? Unday emas, sizlarga ishonaman. Biroq qirdagi bo'rilarga ishonmayman. O'yinga berilib, Yusufni unutib qo'yganingizda, bo'ri kelib uni yeb ketishidan qo'rqaman. Tushimda bir bolani bo'ri quvlab ketayotganini ko'rdim. Shundan Ota, nimalar deyapsiz? O'zingiz bo'rini qanday o'ldirganimizga guvoh bo'lgansiz. Bo'ri Yusufni yeb ketadigan bo'lsa, biz 10 ta aka nima qilib yuribmiz unda? Nega unday deyapsiz haqiqatan? Inimizni bo'riga yedirib qo'yadigan darajada ojiz va zaifmizmi, ota? Otajon, meni ham og'alarim bilan birga qirga yuborasizmi? yo'q bolajonim, hali yoshsan. Tengdoshlaring bilan o'ynashing kerak. Lekin otajon, men endi katta bo'ldim. Og'alarim bilan birga o'ynashni istayman. Ruxsat bering, ular bilan qirga boray. Bunga nima deysiz? Qarang, Yusuf ham biz bilan borishni istayapti. Ha, ota, Yusufni biz bilan yuboring, nima qildi? Otajon, meni og'alarim bilan ketishimga ruxsat bering. Ruxsat bera qoling, bora qolay. Nachora. Mayli. Rahmat, otajon. Rahmat. Minnatdormiz. Qo'lingni ber. Yur endi Yusuf, ketamiz. Ketdik. To'xtang. Yusufni tayyorlashim kerak. Kel o'g'lim, kel. Yusufga yaxshi qaranglar. U hali sizdek qiyinchiliklarga o'rganmagan. Xavotir olmang, onajon. Unga qiyin ishlarni qildirmaymiz. Og'alaringdan ajralma. Hushyor bo'l o'g'lim. Bu ko'ylakni kiy. Lekin bu menga juda katta-ku. Sen oldin uni kiyib ko'r. Senga loyiq keladi. Bu ko'ylak uni kiyishga loyiq bo'lgan kishining ustiga yarashadi. Xavotir olma.
Ota, menga loppa loyiq ekan. Bu ko'ylak bobom Ibrohim alayhissalomga jannatdan tushirilgan. Ibrohim Xalilulloh Ishoq alayhissalomga berdi. U esa menga. Mana endi bu senga yetib keldi. Bu ko'ylakni ko'z qorachig'ingday asra va yoningdan hech ayirma. Har yerda senga foydasi tegadi. Unday bo'lsa, buni hech kimsaga ko'rsatmayman. Alloh seni yerdagi va ko'kdagi butun balolardan asrasin. Akalaring bilan birga yur. Ularning aytganini qil. Ketdik o'g'lim. Mana Yusuf ham chiqdi. Ketamiz endi endi. ketamiz. Ketdik. Bolalar, men o'zim nariroqqacha kuzatib qo'yaman. Juda yaxshi. Ketdik. Ketdik. Xavotir olmang ota. Yusufni endi ko'rib turganimiz yo'q-ku. Akalaring seni juda yaxshi ko'radi. Biror nima kerak bo'lsa ularga ayt. Yordam qiladilar. O'zingni ehtiyot qil. Yusuf uchun kerakli miqdorda suv va yegulik hozirladim. Uni och qoldirmang. Xavotir olmang ona. Lovi, Yusufni senga omonat topshiraman. Unga zarar yetishiga yo'l qo'yma o'g'lim. Uni majburan olib ketmaymiz. Agar qattiq xavotirda bo'lsangiz, shu yerda qolsin. Yo'q, hech qisi yo'q. Uni olib ketishingiz mumkin. Lekin ko'z quloq bo'linglar. Ham o'zimni, ham ukalarimizni nomidan va'da beraman. Yusufni kechga yaqin oldingizga sog'-salomat olib kelamiz, otajon. Ketdik, Yusuf. Ketdik. Yusuf! Suruvni haydang, ketamiz. Ketdik, Yusuf. Xavotir olmang. Akalar unga yaxshi qaraydi.
Nima bo'ldi, aka? Tizzalarim og'riyapti. Bu nima qilganingiz? Ota de. Yordamga chaqir otangni. Qani bo'l. Ota! Bor. Nimaga turibsan? Ha? Nega baqirasan? Bor chaqir. Bor dedim chaqir. Sen bugungacha ota mehridan boshqa nimani ko'rding? Otamizni butun mehri senga edi, faqat senga. Gunohim nima? Nega meni jazolayapsiz? Qani tur o'rningdan. Senmisa hali bizdan ustun bo'lgan. Biz hammamiz Isroil o'g'illarimiz, bir sen emas. Ota-onamiz hammadan ham seni ko'proq yaxshi ko'rardi. Hozir qayerda ular? Xo'sh, o'sha yordamchilaring hozir qayerda? Seni bizdan nima farqing bor, ha? Nega qutqarishga kelmayapti otang? Javob ber menga. Yana shirin-shirin gapirib, tushuntirib berchi marhamat qilib. Tushingda ko'rgan yulduzlaringga ayt, qani senga yordam berishsin. Ota! 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 Nega birdan tabiat o'zgaryapti? Bilmayman. Birdaniga nima bo'ldi o'zi? Bu yana nimasi? Oldin hech bunaqasini ko'rmagandim. Bo'ldi, yig'ishtiramiz. Tur o'rningdan. Tezroq. Ota! Eshitdingmi? Nimani? Xuddi shamolning orasidan kimdir ota deb chaqirayotgandek. Ota! Men hech narsani eshitmayapman. Juda g'alati, juda g'alati. Ota! Ota!
Dinay, Onam bilan otam qani? Kanondan tashqariga chiqishuvdi. Yusufni kuzatishga. Nima bo'ldi? Chiroyli oyoq kiyimlaring ham yirtilib qoldimi? Avaylab kiyishlari kerak edi-da, bu kishi. Haliyam ko'z-ko'z qilishni istaysanmi? Senga tiz cho'kadiganlarga hozir yaxshilab qarab ol. Yaxshilab qarab ol. Yaxshilab. Senga tiz cho'kadiganlarga hozir yaxshilab qarab ol. Xo'sh, endi bizga ayt. Kim tiz cho'kdi? Senmi yoki bizmi? Ota! Yusuf qayerda? Akalari bilan birga qirga ketdi. Nega ketishiga ruxsat berdingiz? Men ham akalarimni Yusufga bir necha marta yomon munosabati bo'lganiga guvoh bo'lgandim. Nega ruxsat berdingiz? Xavotir olma qizim. O'zi akalari bilan birga borib aylanib kelishni xohladi. Lekin siz uni yaxshi ko'rmasmidingiz, ota? Yaxshi ko'rmay bo'ladimi qizim? Faqat akalari turib oldi. Ularning ishonchlarini qozonish uchun ularning qarorlariga qo'shilishdan boshqa choram yo'q edi. Juda xavotir olyapman. Yaxshilikka bo'lsin. Juda qo'rqinchli tushlar ko'rdim. Yusuf qorong'ilik ichida edi va o'rnidan turmay yig'lardi. Men bolalarimga ishonaman. Yusufni sog' salomat olib kelishadi. Bunga amin emasman. Hozir kim yerga yiqilgan? Senmi? Yoki bizmi? Senga egilgan oy va yulduzlarni yordamga chaqir. To'xta! Qo'yvor Lovi. Qo'yvor. Uni hozir onasining yoniga jo'nataman. Nimalar deyapsan? Biz boshqa narsaga kelishgandik-ku. Kelishish bu og'izni yopish uchun edi. Seni qo'yvormayman. Yusufni o'ldirishingga yo'l qo'ymayman. Qo'yvor, Lovi. Birato'la ishni bitirsin, qo'yaver. U holda meni o'ldiring. Agar tirik qolsam otamga aytmay qo'ymayman. Yo Yusufdan voz kechasan, yoki joningni olaman. Bir-biringizga yopishmasdan bas qiling, Yahuzo. Sen ishni tugatishimga yo'l qo'ymading. Bir kun pushaymon bo'lasan. Bilamanki Alloh bizni aslo kechirmaydi. Sendan kechirim so'rayman. Kechir meni. Xudo haqqi bunchalikka borishadi deb o'ylamagandim. Kechir uka. Payg'ambarlar va payg'ambarning farzandlari o'zlarini hozirdan musibatlar uchun tayyorlashlari lozimdir. Biroq ilk musibatni mening akalarim boshlab beradi deb hech ham o'ylamagandim. Bunday bo'ladi deb xayolimga ham keltirmagandim. Nega kulimsirading? Bir soat oldin meni otamning oldida har biringiz yaxshi ko'rib o'pib turgandingiz. Yo'lda meni ulovga mindirdingiz. O'zimga meni kuragi yerga tegmagan sirtlondek akalarim bor ekan. Hech narsadan qo'rqmasam ham bo'lar ekan deb aytdim ichimda. Holbuki ilk dushmanlarim o'z akalarim ekanini bilmagan ekanman. Allohdan boshqaga ishongan kishi naqadar chorasizdir. Ayt endi. Uni nima qilmoqchisan? Uni otamning oldiga qaytarib olib boraman. Tush ko'ryapsanmi?
Ikkingizni o'ldirsak o'ldiramizki, senga uni qaytarib olib ketishingga ruxsat bermaymiz. Boshqa yo'l top. Nima qilamiz? Ikkimizni ham o'ldiradilar. Hozir seni o'ldirishlariga to'sqinlik qildim. Bu yog'ini ham o'ylab ko'ramiz, uka. Yaxshi. Uni uzoq yerga olib ketishlari uchun biror karvonga qo'shib yuboraman. O'z qo'llarimiz bilan karvonchilarga berib yubora olmaymiz-ku, shubhalanishmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi bu ishing. Uni karvon topib oladigan biror joyga qo'yamiz. Masalan, daraxtning tagigami? Unday bo'lsa, uni quduqda saqlaymiz. Karvon suv izlab kelganida uni topib oladi va o'zi bilan birga olib ketadi. Yaxshi fikr. Bu yaxshi fikr. Shu yaqin orada bir quduq bor. Hijozdan keladigan tijorat karvonlari o'sha yerdan o'tadi. Agar uni o'sha yerga qo'yib qo'ysak, tezda topishadi. Ha? Juda soz. Ketdik. Dan, Naftali, ketdik tezroq. Shoshiling. Ota, qachon qaytadilar? O'zingni qiynama. Oqshom tushishigacha hali ko'p vaqt bor. Bir necha kun oldin Yahuzo Yusufni urmoqchi bo'ldi, ammo Lovi bunday qilishiga qo'ymadi. Nega? Yusuf xato ish qilib qo'yganmidi? Yo'q, ota. Faqatgina shuni Yahuzoga aytishni istamagandi xolos. Buni undan men so'ragandim. Nima bo'ldi? Nega aytilgan joyga bormayapmiz? Shu yaqin yerda biron quduq chiqmadi. Siz qayoqqa ketyapsiz? Yusufni quduqdan topib olganlarida Yusuf karvondagilarga haqiqatni aytib qo'ysa, uni otamizga qaytarib olib borishlari mumkin. Quduqni ichiga tashlab yuborsak, u ortiga qaytib keta olmaydi. Ko'p yurmaymiz. Xavotir olmanglar. Mana quduq. U quduqni suvi sho'r. Men buni bilaman. Juda yaxshi-da. Shu sabab karvondagilar bu quduqning yonidan o'tishmaydi axir. Ovozingni chiqarma. Men shuni bilib ularni olib keldim. Lekin bu Yusufni o'ldirganimiz bo'ladi. Juda chuqur. Juda yaxshi. Jad, Ashir, hayvonotlarni bog'laydigan arqonlarimizni olib keling. Bir-biriga bog'lasak uzun bo'ladi. Yahuzo, bu quduqni suvi sho'r. Agar adashib qolsa ham hech bir karvon bu yerdan suv olmaydi. Quduqni ichida suvsizlikdan o'lishiga aminman. Ochgina ovozingni. Nima qilayotganimni juda yaxshi bilaman. Bu yerga behuda kelganim yo'q. Qo'limizdan kelgani shu. Omadi bo'lsa omon qoladi, bo'lmasa o'ladi. Yur bu yoqqa. Sen aralashma. Buni men o'zim qilaman. Meni kechir. Qo'limdan boshqa hech narsa kelmaydi. Gunohim nima?
Nega menga bu zulmni ravo ko'ryapsiz? Sening hech bir gunohing yo'q. Biz seni maqoming va ustunligingga toqat qila olmayapmiz. Bizlar Alloh senga munosib ko'rgan maqomlarga hasad qilyapmiz. Men quduqdan qo'rqaman. Ich qorong'i-ku. Qo'rqma jigarim. Alloh sen bilan. U seni asraydi. Kel bu yoqqa. Yahuzo, men quduqdan qo'rqaman. Quduqdan qo'rqyapman. Menga quloq soling. Otamdan uzoqlashishimni istaysizmi? So'z beraman. Agar meni quduqqa otmasangiz, otam meni ko'rmaydigan uzoq yerlarga ketaman. Va'da beraman. Yolg'on gapiryapsan. Yur. Unday qilmanglar. Men quduqdan qo'rqaman. Unday qilmanglar. Yana nima bo'ldi? Qaytib borgach otamizga nima deb javob beramiz, a? Nima deymiz ularga? Uni bo'rilar yedi deb aytamiz. Ha, otamiz Yusufni bo'rilar yeb ketishdan qo'rqardi. Zero kanonda bo'rilar ko'pligini otam yaxshi biladilar. Biz ularni ishontirish uchun Nima deyapsan? Masalan, Yusufni bo'ri yeganidan keyin uni qonga belangan ko'ylagini oldik deymiz. Qo'yvoring meni. Qo'yvoring. Ana, ko'ylagingni berchi. To'xtang. Unday qilmang. Ber bu yoqqa. Iltimos qilaman, qo'yib yuboringlar meni. Ana, ol. Jon akalar, iltimos. To'xtang. Sizga yolvoraman. Iltimos. To'xtang, u nimadir demoqchi. Behudaga vaqt yo'qotyapmiz. Lovi! Nega uni so'zlarga quloq tutmay quduqqa tashlayapsiz? To'xtang. Sal oldin, sal keyin tashlaganingizda nima farqi bor? Qo'yvoring, gapini aytib olsin. Gapir, nima demoqchisan? Siz bilan xoli qolishni istayman. Nima deganini eshitmadingizmi? Men sizni yaxshi ko'raman. Ont ichaman, Lovi. Menga yomonlik qilsalar ham barcha akalarimni juda yaxshi ko'raman. Men tufayli boshlariga falokat kelishini umuman istamayman. Shu bois Kanonga borganingizda menga nimalar qilganingizni otamga aytmang. Sizni duoibat qilsa, barchangiz yo'q bo'lursiz. Boshqalarga ham aytmang. Borib otamizga xabar beradilar. Bu hodisa Allohdan pinhon emas. Akalarimga ayting, tavba qilmagunlar uchun Allohning g'azabidan qutula olmaydilar. Tavba qiling. Tavba qilingki, siz zaif deb bilgan bir mazlum bolaning oxidan Alloh sizni qutqarsin. Alloh bizni kechirsin. Ustingizga azob tushirmasin. Otam menga payg'ambar bo'lishimni aytgandilar. Siz buni bilgan holda menga zulm qilyapsizmi, a? Men sizning farzandlaringiz ham kelajakda payg'ambarlarga bu tarzda aziyat berishidan juda ham xavotir olmoqdaman. Biz bag'ri toshlarga la'nat bo'lsin. Siz Allohdan bexabarlarga la'nat bo'lsin. Biz Isroil o'g'illari o'z inisiga qilgan bu ishni hatto hayvonlar ham bir-biriga ravo ko'rmaydi. Biz Qobil ukasini o'ldirib boshlab bergan bu qabih ishni yana bir bor takrorladik. Nima bo'ldi? Nimani kutyapsiz? Yuring, ketdik men bilan. Qo'rqyapman, meni otmang. Iltimos qilaman, jon akalar, iltimos. Lovi! Isahor! Zoblon! Allohim menga yordam qil. Sendan boshqaning yordamga ishonmayman. Lovi! Menga yordam bering, aka! Menga yordam bering! Yordam bering! Lovi, menga yordam bering! Borib arqon olib kelinglar. Yordam! Lovi! Menga yordam bering! Yordam!
Yusuf tushib ketdi. Lavi! Yusuf! Yusuf! Yordam! Yusuf! 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 Ovozi o'chib qoldi. Nima bo'ldi? Istaganingiz bo'lmadimi? Buni faqat sen xohlading. Biz unga kelishmagandik. Boshidan uni o'ldirishni reja qilding. Ey, bas qilinglar. Buni javobini berasan. Qobildan ham oshib tushding. U o'zi tengi inisini o'ldirgan edi, lekin sen yosh bolani o'ldirding. Allohning la'nati bo'lsin senga. Bir la'nat bo'lsa hammamizga bo'ladi. Sizlar ham xuddi mendek gunohkorsiz. Shunday ekan menga aka bo'la turib, falokat keltirma. Sen ham gunohkorsan. Sen Yusuf bo'lsang kerak. Sen Yusuf bo'lsang kerak. Sen Yusuf bo'lsang kerak. Sen Yusuf bo'lsang kerak. Ha? Men Yusufman. Bilardim. Bir kuni seni ko'rishimni bilardim. Yaxshi-ku-ya, siz kim bo'lasiz? O'tmish davrlardagi keksa bir qariya. Meni qayerdan taniysiz? Oldingi payg'ambarlardan biri meni boshingga tushadigan ishlardan xabardor qildi va men hayratda qoldim. Sen bilan ko'rishishni juda orzu qilardim. Undan seni tanishim uchun ishoratlar berishini so'radim. Bir kuni bu quduq dunyo qudug'i darajasiga yetadi deyildi menga. Undan chiqdi siz bu yerda meni kutib turganmidingiz? 1200 yildan beri seni kutaman. 1200 yildan berimi? Ha, bir najotkorni kutmoqdaman. Seni kelishingni aytgan payg'ambar menga bor, dunyo qudug'ining ostida o'tir. Bir kuni Yusuf keladi dedi. Bugun u va'da qilgan kundir. Men ham sizni ko'rganimdan xursand bo'ldim. Men barcha payg'ambarlarning huzuriga chiqdim va har birlari senga bir xabar qoldirdilar. Hud payg'ambar Yusuf, sen odilsan, mazlumlarning haqqini himoya qil dedi. Solih payg'ambar Yusuf, sen bilan laqabimiz g'ayb dedi. Bu haqda ma'lumot olish uchun oyoqqa tur dedi. Yunus payg'ambar Yusuf, sen o'tgan barcha payg'ambarlarning vorisisan. Ular bosib o'tgan yo'llarni bosib o't dedi. Kelishing xushxabarini bergan payg'ambar senga bir belgi yubordi. Va'da qilingan. Va'da qilingan. Va'da qilingan? Sizdan minnatdorman. Bebaho ishora ekan. Evaziga men sizga nima qilishim kerak? Hech narsa. Faqat seni ko'rishni xohlagandim va ko'zlarim seni ko'rishi bilan ravshan bo'ldi. Bu va'da qachon ro'yobga chiqadi? Bu dunyo qudug'i ishiga yaraydigan biror narsani ayting. Menga nasihat qiling. Dunyoning sirlari sening qo'llaringda. Seni nasihatga ehtiyojing yo'q. Qanday sir? Yaxshiroq qara. Har bir qo'lingda
nechta barmoq va nechta bo'g'im bor? Beshta barmoq va 14 bo'g'im. Mana shu aytganing raqam 5 va 14. 5 va 14 nimani bildiradi? Bu raqam so'nggi payg'ambarning chiqishi bilan ochiladi. Borliqning siri shu ikki raqamga yashiringan. Ular senga rohat va huzur beradi. Rohat va huzur beradi. Qayerdasiz? Meni kutgan inson qayerdasiz? Tushimmi yo o'ngimmidi? Dunyoning sirlari sening qo'llaringda. Nechun bu narsa menga huzur beradi? To'fon tindi. Qachongacha bu yerda o'tirmoqchisiz? Ketmaymizmi endi? Yusuf! Yusuf! Lovi! Lovi! Aka, men tirikman. U tirik! Yusuf tirik! Yusuf! 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 Men Yusuf! tirikman. Tirikman. Ko'nglingiz joyiga tushdimi? Nimaga turibsiz? Tezroq yuring, ketamiz. Eshitmayapsizmi? Qaqqayib turmasdan yursangizchi. Seni o'lib qolishingdan qo'rquvdik, Yusuf. Nega javob bermading? O'zim ham bilmayman qanday qilib qutulib qolganimni. Meni tashqariga olib chiqing. Men qo'rqyapman. Bu yer juda qorong'u. Bunday qila olmayman, Yusuf. Toshurak akalaring bunga ruxsat bermaydi. Shu yerda qolishing kerak. Allohga tavakkal qil. U seni asraydi. Kech kirib qoldi. Biz ketishimiz kerak. Lekin men tez qaytib kelaman. Senga suv bilan ovqat olib kelaman. Xo'pmi, uka? Xavotir olma. Quduqning suvi sho'r. Senga shirin suv keltirib beramiz. Demak, boshidanoq uni o'ldirishni reja qilgansiz. Quduqning suvi sho'rligini, uni suvsizlikdan o'lishini ham bilardingiz. Bilardim, lekin Yahuzo buni aytishimga qo'ymadi, nima qilay? Bo'ldi, ketamiz. Yo'limiz uzoq. Suv sho'r emas. Isroil o'g'illari ketdi. Men ham ketishim kerak, uka. Lovi, men qo'rqyapman. Yana qaytib kelaman. Lekin bu kecha chidab turishing kerak.